Bittagina qayinsinglim bizni uylariga mehmonlikka chaqirdilar. Shirinlik tayyorlab bermasam uyat bo'ladi dedimda, ular yoqtiradigan afganskini tayyorlashga kirishdim. Shu bahonada sizlarga ham retseptini oldim. Un, razrıhlitel hamda margarinni kroshka holiga keltirib olamiz. Qolgan barcha masalliqlarni solib, xamir qoramiz. 4 ta teng zuvalalarga bo'lib, tindirish uchun muzlatgichga jo'natamiz. Ungacha ustidagi bizesini tayyorlaymiz. Tuxum oqi hamda tuzni mikser yordamida ko'pirtiramiz. Oz-ozdan shakarni solib, qattiq bize holiga kelguncha mikserlaymiz. Oxirida 1 osh qoshiq kraxmal sovuramiz. Bu bizemizni suvi chiqib ketmasligi uchun yordam beradi. Yong'oqlarimizni maydalab olib, tinib olgan zuvalalarimizni list shaklida yoyib, ustidan bize hamda yong'oqlarimizni surib, oldindan qizdirilgan pechimizda 20 daqiqaga pishirishga yuboramiz. 3 ta zuvalamizni bize bilan hamda bitta zuvalamizni o'zini pishirib olamiz. Krem uchun xona haroratidagi sariyog' hamda 2 xil zgushonkani mikserlab olamiz. Pishib chiqqan korjlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek birin-ketinlikda terib, ustini eritib olingan shokolad hamda yong'oqlar bilan bezatib olamiz. Eng mazali afganskiy retseptimiz tayyor bo'ldi. Qaynisingiljon, bilsangiz bilarsiz.